Biz nemis natsistlari yoki rus kommunistlari kabi xatoga yo'l qo'ymaymiz. Ular hokimiyatni ushlab tura olishmadi. Chunki ular ochiqcha dushmanlarni yo'q qilib, oxir-oqibat shahidlar yaratishdi. Biz esa bunday qilmaymiz. Biz dushmanlarni shunchaki o'ldirmaymiz, balki ularni ongini to'liq egallab, ularni o'zimiz tarafga o'tkazamiz. Biz ularni tubdan o'zgartiramiz va shundan keyingina yo'q qilamiz. Insonni ichidan sindirib, bizga bo'ysundirilgandagina o'ldiramiz. Hozir oddiy xalq uchun eng katta xavf nima deb o'ylaysiz? 1984 kitobi totalitar zulmkor davlat deb aytadi. Lekin men aytamanki, haqiqiy xavf bu mamlakatimizni qarzga botirayotgan tashqi kuchlar, televizordan boshini ko'tarmaydigan avlod, qo'lidan shashvar ham kelmaydigan ojiz hukumat vakillari, buzuqlikning tubiga sho'ng'ib borayotgan yoshlar. Men 1984 o'rniga 1985 kitobini shu sababdan ham yozdim. 1984 qudratli hukumatni dushman deydi, 1985 esa ojiz hukumatni. Lekin kim haq? Kitoblarni buyurtma berish uchun izohlarda 1986 deb yozib qoldiring.